Mana bitta oilani, bitta akani aytishdi. Aka, uka, opa singlisiga umuman qilmas ekan, lekin begonalarga qilar ekan. Qilmas ekan. Turmushga chiqib ketgan opa singlisi umuman qiynalib yashar ekan. Umuman qarzga xarajat qilar ekan. Biling? Do'konlarga borsiz daftar bo'ladi, bilasizmi? Xudo rozi bo'lsin o'sha mahalladagi do'kondorlarga ham. Alloh rozi bo'lsin. Mahallada bolamni puli chiqsa, yo oyligim chiqsa beraman deydi, daftarga yozib berib yuraveradi. Har oylik chiqqanda berishadi. Xudoga shukr, shu do'konlar bor ekan, o'shalar kunini ko'ryapti. Shuning uchun mabodo bir yaxshi odamga ehson qilay demoqchi bo'lsangiz, boring-da. Mana bittasi menga adashmasam ilgari kuni aytdi-da. Bir do'konga kirib qarzi bormi desam ko'rsatdi dedi. Keyin so'radi, balkim bular akarachga, kola, Pepsi olarmikin desam, aytdiki, bular non bilan oqqandan boshqa narsa olmaydi dedi. Nimaga desam, chunki undan boshqasini uzalmaydi. Bular doim shu narsani yeydi dedi. Qoraki o'zim yomon ko'rib ketdim deyapti. Oshlarda o'tirib, tovoqlarda ortib qolgan ovqatlarimiz, tanlab yeyotgan ovqatlarimiz hayolimga keldi deydi. O'zimdan o'zim nafratlanib ketdim deydi. Mana o'sha gapga ketyapman, oshga ketyapman, choyxonaga ketyapman deganlar. Ko'ring-da o'sha paytdagi holatimizni. Noto'g'risi ayting. U bo'kib qolgandan ortib qolgani, taqvodan ortmadi u. Sig'may qoldi shu 9-sinfdoshga u. Har qanaqasiga sig'may qoldi. Cho'ntagiga solgansa ham sig'may qoldi. O'shaning uchun tovoqda ortib qoldi. Hozir men ertayda aytmayapman, mana shu viloyatimizdagi, bitta mahalladagi, bitta do'kondagi, bitta oiladagi gapni aytayapman sizlarga. Non oqqan gohida novot olar debdi. Nonni hamki, novoy non emas, bo'rka non olar ekan. Keyin to'lashga qiynalmaydi.